Ertalabki завтракас balansirованный taom mana shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Xohlagan turdagi yong'oq, meva hamda oqsilga boy mahsulot. Bu yerda menda banan, qovoq urug'lari, grechеский yogurt, ta'mini mazasini zo'r qilish uchun koritsa qo'shyapman va buni ustiga eng asosiysi xohlagan turdagi to'qlik hissini beruvchi kashani qo'shsangiz bo'ladi. Овсянка, manka, grechkali, bu yog'i endi o'zingizga, tabingizga qarab. Va mana shu zbalansirованный, ya'ni kunlik to'qlik hissini beradigan taomni aralashtirilgan holda yoki aralashtirilmagan holda yesangiz bo'ladi. Bu endi vkusingizga qarab. Bu taom nimaga men kunlik to'qlik hissini beradi deyman? Chunki obedgacha har xil perikuslar, juda ham ko'p perikuslar qilib tashlashimiz mumkin. Konfet, shokolad, pechenye, har xil zararli bo'lgan shirinliklarga tortmasligi uchun va gormonalniy disbalans bo'lmasligi uchun mana shunaqa har taraflama balanslashgan, ya'ni to'yingan taomlarni iste'mol qilsangiz, o'zingizni doim zo'r his qilib yurasiz. O'zingiz o'ylab ko'ring, bitta likopchani ichida ham qorningizni to'ydiradigan narsa bor, ham shiralik bor, ham bu likopchada turgan barcha narsalarni ko'rib, уже qorningiz to'yib qolishi mumkin.